Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari. Lifestyle Luz kanaliga xush kelibsizlar. Kanalimizda yana biz bilan birga ekanligingizdan va videolarimizni qiziqish va ishtiyoq bilan kuzatib borayotganingizdan bag'oyatda xursandmiz. Agar kanalimizga birinchi bor kelib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqcha va like tugmalarini ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Sababi yangi qo'yib borayotgan eng so'nggi modadagi liboslarni kuzatib borishingiz mumkin. Bugungi videomizda biz sizlarga to'la ayollarimiz va opa-singillarimiz uchun eng so'nggi modadagi liboslarni taqdim etyapmiz. Ushbu taqdim etilayotgan kiyim-kechaklar sotuvda bor. Bularning narxi va razmerlari bilan tanishish uchun opisaniyada Telegram silkamni qoldirganman. Har bir videoni kommentariyasining boshida ham Telegram silkamni joylab boryapman. Ushbu silka orqali kirib, liboslarni razmer va narxlari bilan ko'rishingiz va o'zingizga yoqqan tanlagan libosingizga buyurtma berishingiz mumkin. Ekranda Instagram sahifamni ham yozib qoldirib boryapman. Ushbu sahifamizga ham obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlasangiz juda xursand bo'lardik. Sababi liboslarni faqat Telegram kanalimizga, YouTube kanalimizga, balki Instagram kanalimizga ham razmer va narxlari bilan joylab boramiz. Bemalol Instagram orqali ham kuzatib borishingiz va buyurtma berishingiz mumkin. Ekranda Instagram sahifamni ham yozib qoldirib boryapman. Ushbu sahifamizga ham obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlasangiz juda xursand bo'lardik. Sababi liboslarni faqat Telegram kanalimizga, YouTube kanalimizga, balki Instagram kanalimizga ham razmeri va narxlari bilan joylab boramiz. Bemalol Instagram orqali ham kuzatib borishingiz va buyurtma berishingiz mumkin. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz o'z biznesingiz, do'kon yoki magaziningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz, chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslar va kiyim-kechaklarni taqdim etib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Marhamat, videoni tomosha qilishingiz mumkin. Лялька моя, как солнечный зайчик, смеется и в доме веселый фаер. Просыпаюсь, а она уже тут, танцует, поет и зовет в парашют. Эй, лялька моя звезда, без тебя мне никуда. Ты мой смех и мой заряд, ты мой самый главный взгляд. Рисуешь радугу мне на щеке, лепишь пирог из песка в руке. Ты командир, я твой штурман, с тобой хоть джунгли, хоть в океан. Эй, лялька, мой космос и сад, ты в моем сердце 100 миллиард ватт. Смеешься и мир светлей, ты мой двигатель всех идей. Ты подрастешь и станешь большой, но знай, я всегда рядом, я твой. Хоть и не супергерой с плащом, но я всегда буду твоим щитом. Лялька моя, ты мой свет.